Xo'jaboddagi 2 etajli kottejimizda betoni quyilmoqda. Ko'rib turganimizdek biz betonni ichiga 6 qator armatura tashlaganmiz va alohida kolonnalar uchun ham alohida armatura chiqarib ketganmiz. Va biz beton quyayotganda betonni ichiga umuman tosh solmaslikka qaror qildik, chunki bilamiz tosh solganda betonimiz yorilish ehtimoli bor. Shuning uchun biz betonlarga umuman tosh solmasdan quyamiz. Va betonimiz albatta привозной, zavoddan zakaz qilingan betonlar, chunki qo'lda qo'ysak bu sifatli chiqmaydi. Qancha ko'p sement solsangiz ham baribir zavodnikidaqa sifatli bo'lmaydi. Shuning uchun biz faqat zavoddan zakaz qilamiz va shunaqa привозной beton qo'yamiz. Va beton qo'yilgandan keyin albatta vibratsiya solinadi, chunki beton ichidagi havolar chiqib ketishi kerak. Faqat shundagina betonimiz mustahkam bo'ladi. Mana qo'yishibdi. Vibratsiyalar soladi endi, xudo xolasa.